Xudoybergan Devonovcha o'zbekistonlik O'rta Osiyolik mashhur fotograf, ya'ni birinchi ssenariychi va operator. Xudoybergan Devonov rus tili, ko'proq o'zbek va fors, keyin nemis tiliga qiziqqan. Uni nemis tiliga qiziqish sababi o'sha o'rganadi, izlanadi va Germaniyaga o'qishga ketganligida u birinchi fotokamerani O'zbekistonga olib kelgan kinematograf hisoblanadi. Siz o'zbek filmining ilk kadrlarini ko'rib turibsiz. Bu filmning tasvirga olish jarayoni 1908-yilda bo'lib o'tgan. Xudoybergan Devonov 1879-yilda Xorazmda tug'ilgan, 1937-yilda o'sha Toshkentda vafot etgan.